2026 yilgi Chevrolet Damas O'zbekiston bozoridagi eng mashhur ixcham tijorat avtomobillaridan biri bo'lib, endi yanada zamonaviy ko'rinish, yaxshilangan texnik imkoniyatlar va kengroq amaliy funksiyalar bilan e'tiborni tortmoqda. Yillar davomida ishonchliligi, arzon ekspluatatsiyasi va iqtisodiyligi bilan millionlab haydovchilarning ishonchini qozongan Damas 2026 modeli kichik biznes egalari, oilaviy foydalanish va shahar ichidagi yuk tashish uchun yanada mukammal yechim bo'lib qaytdi. Agar siz ishonchli, tejamkor va ko'p maqsadli avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, ushbu yangi Damas siz uchun juda qiziqarli variant bo'lishi mumkin. 2026 yilgi Chevrolet Damas zamonaviylashtirilgan tashqi dizaynga ega. Old bamper, radiator panjarasi va faralar yangilangan ko'rinishga ega bo'lib, avtomobilga zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Kuzov aerodinamikasi yaxshilangani sababli avtomobil yanada barqaror harakatlanadi. Keng eshiklar va qulay yuklash balandligi esa kundalik foydalanishda katta qulaylik yaratadi. Salon avvalgi avlodga qaraganda ancha qulay. Ergonomik o'rindiqlar, sifatli bezak materiallari, keng bosh va oyoq joyi uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Asboblar paneli sodda va tushunarli. USB, AUX va radio qo'llab-quvvatlovchi multimedia tizimi, kuchli isitish tizimi hamda yaxshilangan shamollatish tizimi haydovchi va yo'lovchilar uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi. Standart Damas modeli hali ham 8 litrli 3 silindrli benzin dvigateli, 68 ot kuchi va 5 pogonali mexanik uzatmalar qutisi bilan taklif qilinmoqda. Ushbu dvigatel o'zining oddiy tuzilishi, arzon texnik xizmat ko'rsatishi va taxminan 7 litr atrofidagi yoqilg'i sarfi bilan mashhur. 2026 yildagi eng katta yangiliklardan biri yangi Chevrolet Damas Mach va Chevrolet Damas Move versiyalarining taqdim etilishidir. Bu modellar kattaroq kuzov, 650 gacha yuk ko'tarish imkoniyati, uzunroq gildirak bazasi va kengroq salon bilan taqdim etildi. Xaridorlar endi 1-2 litr 81 ot kuchi yoki 1-5 litr 103 ot kuchiga ega dvigatellarni tanlashlari mumkin. Ular mos ravishda 5 yoki 6 pogonali mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlanadi. Menga eng yoqqan jihatlardan biri avtomobilning amaliyligi. Katta yuk bo'limi, buklanadigan o'rindiqlar va ixcham o'lchamlar uni tor shahar ko'chalarida ham bemalol boshqarishga imkon beradi. Kichik biznes, kuryerlik xizmati, savdo faoliyati yoki oilaviy foydalanish uchun Damas hali ham eng yaxshi tanlovlardan biri hisoblanadi. Xavfsizlik borasida ham ayrim yaxshilanishlar amalga oshirilgan. Mustahkamlangan kuzov konstruksiyasi, kuchliroq tormoz tizimi, yaxshilangan yoritish va haydovchi uchun yaxshi ko'rish burchagi kundalik haydovchilikni yanada xavfsiz qiladi. Osma tizimi O'zbekiston yo'llariga moslashtirilgan bo'lib, notekis yo'llarda ham yumshoq harakatni ta'minlaydi. Burilish radiusining kichikligi avtomobilni tirband shahar sharoitida juda qulay boshqarishga yordam beradi. Chevrolet Damas'ning xizmat ko'rsatish xarajatlari ham past darajada qolmoqda. Ehtiyot qismlarining keng tarqalganligi va servis markazlarining ko'pligi avtomobil egalari uchun muhim ustunlik hisoblanadi. Bugungi kunda Damas O'zbekistondagi eng ommabop tijorat avtomobillaridan biri bo'lib qolmoqda. 2026 yilda taqdim etilgan yangi Mach va Move versiyalari esa modelni butunlay yangi bosqichga olib chiqdi. Kattaroq salon, kuchliroq dvigatellar, zamonaviy dizayn va yuqori yuk sigimi ushbu avtomobilni yanada jozibador qildi. Agar siz oilangiz uchun qulay minivan yoki biznesingiz uchun ishonchli hamkor izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Damas albatta e'tiborga loyiq modeldir. U tejamkorligi, chidamliligi, foydalanish qulayligi va zamonaviy yangilanishlari bilan o'z sinfidagi eng kuchli nomzodlardan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli ushbu video orqali siz Chevrolet Damas 2026 ning barcha muhim xususiyatlari, texnik imkoniyatlari va eng so'nggi yangiliklari bilan batafsil tanishasiz.